Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Onyx avtomobilga kelgan. Korobka moyini alishtirib beryapmiz. Birinchi moy almashishi. Mashinamiz 34500 yurgan. Zabt qilamiz. Ko'plar har doimgidek 50 ming yurish kerak deydi eski moyda. Mashinamiz 34 mingda moyi kuyib kelyapti. Shunga tavsiya qilaman. Birinchi moyni 20 mingdan 25 mingga alishtirishni. Eski moy holati. Bizlar moyni to'liq apparatda alishtirib beramiz. Hozir apparatimiz mashinaga ulangan. Mana bu eski moy. Mana bu yangi moy. Farqini ko'ring. Korobka moyiga har doim vaqtida alishtirishga e'tibor berish kerak. Unaqada xarajat ko'pga tushib ketadi. Любой xil turdagi avtomobillarga avtomat korobka moylarini alishtiraveramiz. German Golf sifatli moylardan solib beryapmiz. Bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.